Bulochka qilsam hech ham o'xshamaydi, qattiq bo'lib qoladi deydigan qizlarga bu retseptim. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bulochka qilishdagi xatolarni aytib o'taman. Birinchi navbatda idishimizga iliq sut solib olamiz. Sut hech qachon issiq ham, sovuq ham bo'lishi kerak emas, o'rta iliqlikda bo'lishi kerak. Oshirma xamir qilayotganda unni ko'p sovurish bu eng katta xato bo'ladi. Shunda bulochkangiz hech qachon o'xshamaydi. Ko'pchilik qo'limga yopishyapti deb unni ko'proq solib qo'yadi. Unni ko'p solish kerak emas. Agar qo'lingizga yopishsa, ozgina yog'lab stolda yaxshilab ishlab berasiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni 1 soat ustini yopib, issiq joyga oshirishga qo'yib qo'yamiz. Oshgan xamirimizni teng oltiga bo'lib, xona haroratida yumshab turgan margarinimizni 5 ta qavatiga surtib olamiz. Eng tepasidagi 6-qavatiga surtmaymiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni salofan paket yopib, xona haroratida 20 minutga tindirib qo'yamiz. Tingan xamirimizni qo'limiz bilan katta qilib yoyib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek kesib, o'rab olamiz. Tayyor bulochkamizni yana 15 minut ustini yopib oshirib qo'yamiz. Video tushunarli bo'lishi uchun ozgina shamollasam ham gapirib qo'yishga qaror qildim. Ovozimga ahamiyat bermaysizlar. Tayyor bulochkalarni ustiga tuxum sarig'ini surtib, qizib turgan duxovkamizda pishirib olamiz. Pishgan bulochkalarimizni ustidan sirop qo'yib olamiz. Sirop retseptini opisiyaniyada yozib qoldiraman. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmang.